Do'stlar, zapravkamiz ham tugadi mana. Zapravkaga keldim. Zapravka qolay endi. Ishim bilan yana ish davom. Bardavom. Qandoqsizlar, kayfiyatlar zo'rmi? Kayfiyatlarni tushirib yormadimmi? Ko'ryapsizlar, kuzatyapsizlar. Iltimos qilish, so'rash, obuna bo'lishni foydasi yo'qligini ham ko'rsatib o'tib ketyapman shu bilan birgalikda, shu o'rnida joyi kelganda. Boshidan bilib olganlaringiz yaxshilar, iltimos qilish, so'rash samara bermaydi. Hech qanaqangi rezultat, natija bermaydi. Maytga ugri chiqibdi. Burunni mashetiga ugri chiqibdi. Xullas, videolaringizni joylayverasizlar. Asta-sekin o'zingizning auditoriyangiz, obunachilaringiz shakllanish boshlaydi. Biz noldan qilyapmiz do'stlar, hammasini noldan eslatib o'taman. Bir kunda, ikki kunda bo'lib qolmaydi. Sababini ham aytib o'tib ketay. YouTube obunachilarni birdaniga sizga ko'rsatmasligi mumkin. Shuning uchun kompyuterdan ana qilib qo'yishingiz kerak. 24 soatga zaпрос tashlab qo'yishingiz kerak. 24 soatga zaпрос tashlab qo'yasiz. 24 soatga zaпрос tashlaganingizdan keyin ular 24 soat ichida sizga ruxsat berishadi. O'shaning uchun kompyuterdan tashlash kerak bo'ladi zaprosni. Men hozir zapros tashlab qo'yaman, kiraman. Ya tashlamas ekanman hozirchalikka. Obunachilarim kam-ku. 100 ta obunachi bo'ladi deb o'ylagandim. Hech bo'lmasa 30 kishi obuna bo'lsa ham bo'lib ketishi mumkin edi. Endi hozir 50 ta, 100 ta obunachiga harakat qilaman. 100 ta obunachim bo'lgandan keyin zapros tashlayman jonli efirga. Ungacha tashlamayman do'stlar. Faqat short video olaveraman. Kuzatib boraverasizlar. Natija necha kunda bo'lyapti o'zingiz uchun hisoblang. Masalan, kecha boshladim-da, bu yoqqa short video joylashdi. Endi bugun 2-kun deb olaylik. 2 kunda nechta obunachi yig'ildi yoki qanaqa yig'ilmadi. Buni o'zingiz uchun qayd qilib boring. Xohlasangiz, endi YouTube kanal ochaman kelajakda siz. Men masalan o'zim uchun o'zim hisoblayman, sizlar o'zlaringiz uchun o'zlaringiz hisoblab boryapsizlar degan umiddaman. Bugun salqin. Shuning uchun yaxshi ishlash kerak. Keyin ish tugagandan keyin gaplashamiz.